Diqqat! Endi yo'l chizig'ini bosgan haydovchilarga jarima yozilmaydi. 1-iyundan boshlab yo'l chizig'ini bosgan haydovchilarga fotoradarlar orqali jarima yozilmaydi. Faqat stop liniya bundan mustasno. Qoidabuzarlik GAI xodimi tomonidan aniqlansa, jarima qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Bu qaror prezident topshirig'iga asosan haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida qabul qilindi. Shuningdek, radar yo'l belgisi o'rnatilishi majburiy bo'ladi. 1-sentyabrdan boshlab harakat tezligini nazorat qilishga mo'ljallangan har qanday turdagi statsionar va mobil radarlar joylashgan hududda va ungacha kamida 250 metrdan kam hamda 500 metrdan ko'p bo'lmagan hududda radar yo'l belgisining o'rnatilishi majburiy bo'ladi. Endilikda kechasi avtobuslar uchun belgilangan yo'laklarda barcha avtomobillar harakatlanishi mumkin bo'ladi. Boshqa transport vositalarining tungi vaqtda avtobus yo'laklaridan foydalanishi qoidabuzarlik hisoblanmaydi. Bu xushxabarlarni barcha haydovchilarga yuborib, ularni xursand qilib qo'yamiz.